Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'mizni boshlanish to'lovsiz avtomashinamizni baraka qildik. Xolamizga o'g'illari Telegram, Instagramdan ko'rib kelishibdi. Bu avtomashinamiz bitta krilatsiya kraska bor, turist numeri edi. Lyuksiz avtomat korobka. Boshlanish 1 so'm pul chiqib berdi. Xola qanday bo'ldi? Mashinani oldingiz qiynalmadingizmi? Qancha vaqtda ishingiz bitdi? Mashinani olishda qiynalmadik, Xudoga shukr. Avtokreditdagilarga rahmat, hamma xodimlariga. Ishimizni bir kunda hal qilib berishdi. Hech qanaqangi to'lovsiz hammasini o'zlarini qilib berishdi. Hammasi uchun rahmat. Hurmatli obunachilarimiz, qaranglar, boshqa joylarda, boshqa avtokreditlarda boshlanish to'lovsiz deb nomeriga, oldi sotisiga, sug'urtasiga pul olishadi. Bizda aytilgan narsa aytilgan holatda qilib beriladi. 2 millionmi, 5 millionmi, 3 millionmi bosh to'lovsizmi? O'sha bo'yicha kelasizlar, o'sha holatda qilib beramiz. Xola, bugun avtokreditga qanday gaplaringiz bor? Zo'rmi? Tez bitdimi ishingiz? Avtokreditdagilarga rahmat, hammasi joyida, hammasiga rahmat, Eldorjonga, xodimlariga. Ishimiz bir kunda bitdi, hech qanaqangi xarajatsiz. Mashina yoqdimi sizga? Mashina juda yaxshi, yoqdi Xolajon, bizga. kalitini topshiraman, yaxshilik kunlarga. Chiroyli duo qilib qo'ysalaring, obunachilarimiz ham Xudo xolasa kelishsa, ularga ham xuddi shunaqa mashinalar qilib beramiz. Avtokreditdagilarni bundan ham ishlariga omad, hamma vaqt bola chaqasini huzurini ko'rib yursin, hammasi. Hamma Xalq xizmatidamiz, xola. Xalqning yengilligini o'ylab xizmat qilib yuribdi. Xalq xizmatini o'ylab, xalqqa xizmat qilib yuribdi. Oyoq tik oyoqda turib, hamma vaqt ularga hammasiga rahmat aytaman. Hammalaringizga rahmat. Boringizga shukr, rahmat. Hurmatli obunachilarimiz, keyingi avtomashinani oluvchisi siz bo'lishingiz mumkin. Podpiskani bosamiz, layklarni portlatib, bugun avtokredit o'sishda davom etadi.